Farg'ona uylari obunachilari uchun ajoyib taklif. Fruza Massiv Kyiv universitetining oldida katta yo'lda bo'yida joylashgan 5 qavat yangi playerovkada qurilgan domimizni ikkinchi qavatida 3 xona 4 xonali qilingan 6 metr verandasiga ega bo'lgan chiroyli xonadonimiz bugun sotuvda. Sizlar bilan birgalikda xonadonimiz ichkarisini ko'rib chiqamiz. Xonadonga kirishimiz bilan bizni uzun va keng bo'lgan prixoshka kutib oladi. Oppoqni aboylardan foydalanilgan ko'ryapsizlar. Xonadonimiz juda ham bir shinam oq did bilan remont qilingan. O'ng tarafimizda sanuzil. Sanuzilimiz poldan patologgacha kafil qilingan. Tepalari plastik bilan qoplangan. Chap tarafimizda esa detskiy xona, ya'ni yosh bolalar xonasi. Kirganingizda bitta ham chiroyli aboylardan foydalanilgan. Patologlari fosforli aboy yonadi kechalari. Yana chap tarafimizda kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi ham juda chiroyli remont bo'lgan. Aboylarni cho'tkisini qo'yishgan ekan uy egalari. Baraka topsin. 12 tali AUX konditsioneri ham qo'yib qo'yilgan ekan. Tashqarida 45 gradus issiq, ichkari salqin. Mana maza qilib hozir syomka qilyapmiz. Bu spalnimizdan chiqqanimizda o'ng tarafimizda katta zal. Mehmonizmon kutish uchun yoki o'zingiz oila davringizda o'tirishingiz uchun kattagina zallar ham mavjud. Lyustralarga e'tibor berib qolasiz, bir noodatiy lyustralardan foydalanilgan. Zaldan chiqqanimizda bu yerda 2 metrga 6 metr tashkil qiladigan katta veranda. Uyimiz eslatib o'taman, 3 xonali xonadon, yangi planerovka, 5 qavat edi, ikkinchi qavatida joylashgan, o'rta pod'ezd, qishda sovuq bo'lmaydi. Uy egalari juda unumli foydalanishgan joydan proyektga jicha o'zgartirish kiritishgan. 4-xonani ham mana chiroyli qilib qo'yishgan choy ichib o'tirish uchun. Xonadonimizda qoladigan narsalari ikkita yangi konditsioner qo'yilgan ekan, AUX 12 talik. Ikkita konditsioner qoladi. Uy ichida barcha ko'rib turgan ginomlaring qoladi va ilingan chiroyli pardalar uy ichida sotib olgan odamga qoldiriladi. Ushbu fayzli xonadonimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib turib, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida sahifamizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xonadonimiz bahosi uy egalari tomonidan $46.500 deb baholandi. Yana kelishiladigan joyi bor. Kelgusi videolarda ko'rishguncha